PUBG Mobile ofitsial turnirlar uchun 365 kun trenirovka, 13-kun. Bugun ko'pchilik trend uchun WAV karta bering degani uchun bitta chotki WAV kartani ko'rib chiqamiz. Bu kartaga kirganimizda bizning to'g'rimizda оружие va unga kerakli bo'lgan narsalar, konvertator, pritsel va shunga o'xshagan narsalar bor. Bu yerda men o'zimga yoqtirgan orujalarim, ya'ni M416 va S12 ni oldim. Bu yerda ko'ryapsizlar, botlar sakrayapti. Bu botlarni otish orqali yoki bo'lmasa mana bunday qilish orqali sizlar o'zlaringning оружиеda bez pritsel stabilizatsiyada ushlashni o'rganishlaring mumkin. Keyingi joyimiz esa mana bu yer. Bu yerda turgan yoki o'tirgan holatda botlarni otish orqali biz o'zimizning pritselimizni stabil ushlashni o'rganishimiz mumkin. Ya'ni qimirlatmasdan. Keyingi joyimiz esa mana shu yerda turgan holatda ana shu uzoqda sakrayib turgan botlarni otish. Ya'ni bu orqali biz mashinada ketayib turgan yoki bo'lmasa tepalik yoki uydan tushib turgan insonlarni otishni o'rganishimiz mumkin. Bu yerda o'rtacha men 1 soat mashq qildim va ana ko'k teshikka kirishga qaror qildim. Ko'k teshikka kirish orqali sizlar botlar bilan birgalikda mashq qilishlaringiz mumkin. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.